Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi mavzuyimiz oshqozon og'rig'i yoki gastritlar va jig'ildon qaynash muammosi, GER muammosiga bag'ishladik. Dori-darmon ichamiz, lekin foydasi vaqtinchalik. Nima uchun oxirgacha bu muammoni faqat dorilar bilan bartaraf qilib bo'lmaydi? Bu haqda hozir batafsil gapirib beraman. Oshqozon ichak tizimimiz ichida shilliq qavat bor. Bu shilliq qavatning yaxshi ishlashi uchun glutamin kislotasi kerak bo'ladi va vitamin A, sink va shunga o'xshash vitamin B, B2, B3, B9 vitaminlar juda zarur bo'ladi va bu vitaminlar yetishmasa shilliq qavatimiz juda ham noziklashib, u o'z vazifasini oxirigacha bajara olmaydi. Xo'sh, tabiiy usullar bilan buni hal qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mana o'zimizning oddiy zig'ir urug'imiz. Zig'ir urug'imizni tarkibida juda ham boy omega 3 yog' kislotalari bor va buning tarkibi juda ham boya aytib o'tilgan vitaminlarga boy. Qanday tayyorlaymiz? Bir qoshiq zig'ir urug'imizni yaxshilab yuvib, uni mana bankaga ham solishimiz mumkin va uning ustidan beligacha qaynoq suv quyamiz. Qaynoq suv qo'yib qo'yamiz, kechasi bilan turadi. Ertalab qarabsizki, xuddi kisel yoki gel holatidagi suyuqlik paydo bo'ladi. Mana shu gel oshqozon, ichak yo'limizdagi qizil o'ngach, oshqozon va ichaklarimizdagi yalliqlanishlarni, FGDSda ko'ringan qizarib qolgan degan joylarini xuddi moylab davolab boradi. Xo'sh, buni qanday ichishimiz kerak va qanchadan? Buni bir qoshiqdan ichishni boshlaymiz va asta-sekin yarim stakangacha ko'tarib boramiz. 2 hafta, 3 hafta davomida ichamiz. Ovqatdan yarim soat oldin ichamiz. Va qarabsizki, 2 hafta, 3 haftada asta-sekin yallig'lanishlar keta boshlaydi. Va yana bir tabiat ne'masi bu qizil kartoshka. Bahorda, hozirgi davrda qizil kartoshka pishdi, chiqdi va biz buni cho'rkadan chiqaramiz. Cho'rkadan chiqarib, buni agar xohlasangiz suvni siqib iching. Agar xohlasangiz blenderdan chiqaringda ozgina suv qo'shib yuboring. Buni tarkibidagi kraxmal va antioksidantlar ham oshqozon, ichak tizimingizdagi hamma yallig'lanishlarni asta sekin yo'qotib boradi. Yana bir tabiat ne'mati bu karam. Karam tarkibidagi U vitamini shilliq qavatlarimizni davosi uchun xizmat qiladi. Buni blenderdan chiqarib, darhol kartoshkani ham, buni ham darhol iste'mol qilishimiz kerak. Bu ham ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilinadi. Faqati bor. Kartoshka va karam kuchli kletchatkaga boy bo'lgani sababli va bitta kraxmal bo'lgani sababli ba'zi bir kasalliklarda mumkin emas. Agar sizda gastritning, pankreatit, xoletsistitning o'tkir holatlari, qattiq og'riqlari bilan kechayotgan bo'lsa, bu paytda buni hozircha iste'mol qilmay turganingiz ma'lum. Ancha yallig'lanish darajasi, qattiq og'riqlar pasaygandan keyin mana shu muolajalarni qilsangiz, asta-sekin qizil o'ngachdagi noxush holatlar, oshqozon, ichak tizimidagi, ayniqsa oshqozonimiz, kindigimiz atrofidagi og'riqlar asta-sekin bartaraf bo'lishni boshlaydi. Yana qanday vitaminlar kerak bo'ladi? Bu shilliq qavatimizni yaxshi ishlashi uchun vitamin A. Agar sink yetishmovchiligi bo'lsa organizmimizda, oshqozon shirasini tarkibi ishlab chiqishi kamayadi va gipoatsid gastrit holati kelib chiqadi. Agar bu holatlar yillar davomida ko'p kuzatilsa, gipoatsid gastrit atrofik gastritga o'tib ketadi va atrofik gastritning juda yomon tomoni rakka o'tib ketishi ham mumkin. Yana bitta tabiiy ne'mat bu aloe. Aloe ham oshqozonimiz, qizil o'ngachimiz va ichaklarimizdagi nojo'ya holatlarni hammasini asta-sekin ketkazish xususiyatiga ega. Faqat aloening o'simligini uzib chiqib hech ham ishlatib ko'rmang. Juda ham tozalangan holatdagi aloeni topish kerak. Mana bu aloe yaponlar ishlab chiqargan aloe bo'lib, buning tarkibida yashil tabletkalar. Buni kuniga bittadan ikkitadan iste'mol qilasiz va 2-3 haftada ham nojo'ya hamma holatlar bartaraf bo'ladi. Yana bitta tabiat ne'masi bu ablipixia yog'i. Ablipixia yog'i karotinoidlarga boy bo'lgan yog' bo'lib, bu juda ham noyob moy hisoblanadi. Buning tarkibida shunday boshqa joyda uchramaydigan omega 7
giyoh kislotalari mavjud. Bu ham oshqozon ichak tizimingizni juda ham yaxshi davolaydi. Kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishni davom eting. Keyingi mavzularimizda izjoga, gerbni qanday qilib bartaraf qilishimiz mumkin? Oson qilib sizga tushuntirishga harakat qilaman.